Opa telefon bitta telefon qilsam bo'ladimi? Olib qochib ketsangchi. Yo'q, o'g'irmasman. Meni jonbekning oshnam javob qilib, nima bitta telefon qilib olay. Telefon qolib ketdi-da meniki uyda. Aytpanmi bu? Jurat ekan tanıysizmi siz? Irgitlik Jurat. Yo'q. Tanıysizmi? Oxiri 18-12 dan beri chiqmaymiz sizda? Men tanimayman. Ha, tanimaysan aytmoqchi. Hozir. Ha, 91lik. Ha, bo'ldi 330 12 16. Alo. Jonbek, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Nima bo'ldi mana ish? Men telefon yo'qotib qo'ydim. Hozir men ana bitta kobalti bor opadan telefon qilyapman hozir. Nima bo'ldi? Sen shuni ayt. Hozir butun taqdirimiz hal bo'ladigan kun-ku bugun. Nima bo'ldi? Shuni ayt. Operatsiyadan o'tmadimi? O'ldimi? O'lib qoldimi? Tinchlikmi? Ey, Nimaga qaramaysizlar? Nimaga qaramaysizlar? Nimaga? voy yaxshimisiz? Bo'ldi. Qop. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Suv olib kelib beraymi? Suvmas o'lib qopti. Kim o'lib qopti? Aytamayman-da. Eting tinchlikmi? Voy yig'lamen, ey. Ey, suv olib kelib beraymi sizga? Suv nima kerak? Sizga o'lib qoldi deyapman. Tushunasizmi? Kim o'lib qoldi? Eting. Aytamayman, hammaga aytib qo'yasiz. Sizni tanimayman-ku, hech kimga aytmayman, turing. 15 yillik orzuyimiz. Bo'ldi, anaqa qilmang, ey. Nima bo'ldi? Kim o'lib qoldi? O'lib qoldi. Yaqiningizmidi? Eng yaqin do'stim edi. Unday do'stim yo'q edi mening. Do'stingiz. Bo'ldi, siqilmang. Endi qishloqda kimning kichigi bilan urishadi? Endi kimning kichigi urishadi uni hisobidan. Sal Isomuratlar kichigi o'lib qolibdi. Odam o'lib qoldimi deb o'ylayman, to'g'ri, o'rtog'imsiz. U odamdan ham qadrlaydi. Bizlar qishloqda eng kuchli kichik edi. Uning kichigini hech kim o'tolmas edi, tushunasizmi siz? Siz tushunasizmi? U kichik o'lib qoldi deyapman. Nimaga odam mensimasmi siz yoki? Shu kuchi uchun shunchalik yig'lamaysiz. U dunyoda shuncha tashvishlar bor, tavba qildim. U tashvishdan ham zo'r edi. Bizlar qishloqda eng birinchi kichik edi u. Kuchi topilmaydimi? Tovladi, endi unday tovolmaydi-da. Odam o'lib ketyapti-yu, kuchi deysiz menga, bitta tavba qildim. Nima bo'ldi ekan deyman, yuragim yordi. Shuni gapiryapsiz. Ha, Qo'lingizni ko'tarib qo'ying. amin bo'ldi.